umumiy mazmunini qisqacha ko'rib chiqamiz. Gyote tomonidan yozilgan ushbu she'riy asarning bosh qismida albatta Faust turadi va uni yo'ldan ozdirish uchun kelgan Mefistofel nomli shayton. U shayton bilan shartnoma tuzadi. Shayton Faustni yoshartiradi, u aytgan barcha narsani iltijo qiladi. Faust Margarita ismli yosh bir qizni yaxshi ko'rib qoladi. Margarita esa diniy va ancha o'zini tutib olgan bo'lgan aqlli qizlardan bo'ladi. Va shayton Marita ismli ayol bilan til bog'lab, uni yo'ldan ozdiradi. Margaritaning fikr-xayollarini bo'ladi. Unga har xil zargarliklar, narsalar sovg'a qilingach, Margarita va Faust sevishib qolishadi. Bu esa Margaritaning akasi Valentin. Valentin Faust bilan duelga chiqadi. Nima uchun? Chunki Faust Valentinning singlisini, ya'ni Margaritaning nomusiga tekkan bo'ladi. Duelda Valentin yutqazadi va Valentin singlisini hammaga sharmanda qilib o'tib ketadi. Keyinchalik Margaritaning hayotiga nima bo'ladi? Margaritaning farzandi ham bo'lgan bo'ladi, farzandini o'ldirgan ham bo'ladi. Bu yerda yana shunday holatlar. Margarita zindonga tashlanadi. Zindonga tashlangan chog'da ham Faust uning yoniga keladi, seni olib ketaman deydi. Ammo Margarita yo'q, men o'zgaraman, dinimga sodiq qolaman deb o'z e'tiqodlariga sodiq qolgan holda Faustdan voz kechadi va u tavba qiladi. Bu qisqacha mazmun edi. Part 2 chiqishi uchun albatta like'larni ko'paytiringizlar.